Qarang, buni turk qaynonam o'rgatgan. Shu kartoshkani olasiz, chiziqlar tortasiz o'rtasiga. Qo'ltiqdagi qorayib qolishi, tirsak qorayib qolishi, ba'zi kishilarda shu oyog'ida ham qorayib qolishlar kuzatiladi. Ko'rsangiz kerak, o'zi qop-qora bo'lib turadi. Limonni kesasiz. Bizga ozgina limon kerak bo'ladi. Qahvangizni olasiz. Hozir dilimlar otdim. Pichoq bilan kesib olasiz. Ozgina qahvangizni qo'yasiz. Qo'ydik. Endi limoningizni qo'yasiz. Bijillab ko'pirishni boshlaydi hozir. Yana limoningizni qo'ydingizmi? Endi qoraygan joyingizga, masalan, qo'ltiqdagi bo'ladi, ko'p ayollarda uyalarga, tizzalarga ishqalaysiz shuni. Ko'rdingizmi? Keyin yuvib tashlaysiz 2 minutdan keyin. Sizni ham ovqat qilayotgan gazingiz qarang, menikiga o'xshab qolgan bo'lsa, bitta billur olasiz, pishillatib sepasiz. 2 minutdan keyin bitta artib olsangiz, xuddi yangidek bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi? Yog'lar, kirlar birdan chiqib ketadi. Qarang, bu qo'lingizga zarar bermaydi-da. Ham oshxonani hamma joyda ishlatsangiz bo'ladi. Qarang, qanday top-toza bo'ldi. Ko'rdingizmi? Endi bitta quruqlasangiz bo'ldi. Qarang, qanday yaltillayapti. Xuddi yangisidek. Dog' qoldirmaydi hamda. Xuddi yangidek bo'ladi, ancha vaqt kirlanmaydi. Qo'lingiz izi ham qolmaydi.